100 tani qirg'iz bering. Bo'pti. Salmacha pardani tortyaptilar, opa. Salma, borma. Qo'ling kuyadi, Salma. Ana qo'ling kuydi deb, opa. Assalomu alaykum. Kursimizning aziz ishtirokchilari, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Diyetalarga o'rganib qoldinglarmi? Qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Mana bugun kursimiz doirasidagi 3-jonli rastyashka va kardio mashg'ulotlarimiz. Demak, mashg'ulotni boshidan diqqat bilan men bilan birgalikda ishtirok etishga harakat qiling. Jonliga hech narsa yetmaydi. Jonlikda o'tirib olib, yeb ichib ko'rganingiz hojati yo'q. Men bilan birgalikda eng asosiysi o'zingizga qulay bo'lgan, hibi bo'lgan, hech qatingizni siqib turmaydigan kostyumlarni kiyib qatnashadigan bo'lsangiz va hojatga kirib chiqadigan bo'lsangiz, sababi jinsiy mushaklar bilan ishlaymiz, sakraydigan mashqlarimiz bo'ladi. O'shanda peshob ajralib ketishi mumkin. Shu sababdan обязательно hojatga kirib chiqing, o'zingizga qulay bo'lgan kostyumlarni kiyib oling va men bilan shu iloji boricha bir xil tempda bajarishga harakat qiling. Endi sizga savol, hamma tayyormi? Agar hamma tayyor bo'lsa, tayyorman deb yozib qoldiring va biz bugungi jonli mashg'ulotimizni boshlaymiz va jonli mashg'ulotimizni har doimgidek zaryadkadan boshlashimiz kerak bo'ladi. Va jonli mashg'ulotimiz o'zi har mashg'ulotimiz boshdan boshlanadi. Birgalikda bajarishni boshlaymiz. Ketdi. Boshladik. Boshimizdan boshlaymiz. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 yonga 1 2 3 4 5 6 7 8 Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 chap tarafga 1 2 3 4 5 6 7 8. Demak, o'ng qo'limizni chap yuzimizga olib bordik. O'ng tarafga yaxshi cho'zilamiz, chap qo'limiz bilan pastga. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chap qo'limizni o'ng yuzimizga, o'ng qo'limizni pastga. 1 2 3 4 5 6 7 8. Shu qo'limiz bilan oldinga. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zo'r. Endi ichkariga 1 2 3 4 5 6 7 8. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yana bir marta. 1, 2, 3 tezlashamiz. 5, 6, 7, 8 tezlashdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketdi tez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yelkalarimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ichkariga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo'r. Endi qo'llarimizni qilib oldik. O'ng qo'limiz bilan oxirigacha, chap qo'limiz bilan oxirigacha. Tanamiz lekin shu joyda turaveradi. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, oxirigacha. 7, 8 dan oxirigacha botdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo'r. Endi qo'llarimiz bilan oxirigacha gilamga yig'ilishga, yerga yig'ilishga harakat qilamiz. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo'r. Endi oldinga yaxshilab, o'ng tarafga, oldinga, chap tarafga. Shunaqa qilib 8 tadan 3 marta qilamiz. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turib oldik. Endi yana shunaqadan 8 tadan 2 marta qilamiz. Давайте. Tayyormiz? Zo'r. Juda ham yaxshi. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yana bir marta 8 ta qilamiz. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi yaxshilab bellarimizni 1, 2, 3, 4, 5,
sakkiz, bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, ketdi. Tezlashamiz. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz. Oyoqlarimizni yastirib ketdik. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, sakkiz, bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz. Ketdi. Zo'r. Ketdi. 10 qo'l chap yelkada, chap qo'l 10 yelkada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yugurishni boshladik. Kimda griza bo'lsa yugurish mumkin emas. Turgan joyingiz o'zida yurasiz. Agar kim yugura olmasa, turgan joyingizda yursangiz ham bo'ladi. Давайте. Tanamizni qisishimiz kerak va qayerga yerishlash kerak emas. Yaxshilab terlashimiz kerak. Bir, ikki, uch ketdi. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz. Yugurdik. Yugurdik. 10 qo'l chap yelkada, chap qo'l 10 yelkada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yana oxirgi marta. Oxirgisini aytdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo'r. Kelgan joydan davom etamiz. Zo'r. Turib hammamiz qilamiz. Давайте. Nima? Oyoqlarimizni yig'ib oldik. Oyoqlarimizni yig'ib oldik. Отжиманияni boshlaymiz. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo'r. Endi yotib oldik. Tanamizni ko'taramiz, oyoqlarimizni yoyib oldik. Tanamizni ko'taramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi yonga. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8. Yana bir marta oyoqlarimizni yig'ib oldik. Отжимание. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zo'r. Ketdi. Ko'taramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yonga 1 2 3 4 5 6 7 8. Zo'r. O'tirib olamiz. Давайте вам qildik. Qarang, qochib turmang, qo'y. Qochib tur. Давайте cho'zilamiz. Ikkita qo'limizning orasiga bosh surgamiz. Cho'zildi, yaxshilab. Yaxshilab cho'zilamiz. Yaxshilab cho'zilamiz. Yaxshilab. Endi o'tirib oldik. Endi mana shu cho'zilgan joyimizda qo'limizni orqaga qilib yig'amiz. Yelkamizni iloji boricha yerga tegizishga harakat qilamiz. Qo'ymamiz ko'tiyni. Zo'r. Endi yotib oldik. Qarang. Maryam, отойди. Нет, потом, Мариам, потом. Или там. Давайте. Qo'linglarni o'rtaga qo'yamiz, qo'limizni va mana o'ng qo'limizni o'rtaga qo'ydik, yelkamizni ko'tardik. Mana tirsagimiz bilan chap qo'limizni bo'lsa o'ng bo'ksamizga olib boramiz. Yaxshilab cho'zamiz. Mana bu rastashka bo'ladi. Cho'zilib olamiz. Endi chap qo'limizni o'rtaga qo'ydik, o'rtaga qo'yamiz. O'ng qo'limiz bilan chap bo'ksamizga olib boramiz. Ana endi chap qo'limiz oldinda, o'ng qo'limiz chap qo'limiz orqada, o'ng qo'limiz oldinda qilib, demak, daxalimiz bilan yerga tegizishga harakat qilamiz. Yaxshilab. Endi o'ng qo'limiz ichkarida, chap qo'limiz ustida, yaxshilab daxalimizni tegizishga harakat qilamiz. Shu joyda, mana shu joyda sekin, mana o'ng qo'limizni pastda, chap qo'limiz bilan cho'zamiz. Oyoqlarimizni ham ochib oldik. Maryam, отойди, пожалуйста. Mana yaxshilab cho'zamiz. Maryam, qo'ling ko'rinmayapti, qochib tur jonim. Mana yaxshilab cho'zamiz. O'ng qo'limizni chap qo'limiz bilan cho'zib olamiz chap tarafga. Ana endi chap qo'limizni qo'yib oldik. Ana endi zo'r. Ana endi yotib oldik, qochib turing. Maryam, qochib turasan. Mana endi mana galiferlar bilan ishlaymiz. Buning uchun tez qilishimiz kerak emas, количество emas, качество. Endi oyog'imizni sekin ko'taramiz.
Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, 10. 10 deganingizda oyog'ingizni qo'lingiz bilan ushlang. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İchkariga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tashqariga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo'r. Ushlab turamiz. Yaxshilab. Kim mana shu joyda oyog'i tomir tortishgan bo'lsa, demak magniy yetishmayapti. Magniyni bosib ichamiz. Magniyning hech qanaqa peridozirovkasi yo'q. Keyin men fitness trener emasman. Shuning uchun men ham oddiy sizlardagi shug'ullanmagan insonman. Prosta sizlar bilan shug'ullantirish uchun o'zim ham shug'ullanaman. Professional fitness trener emasman. Shuni oldindan aytib qo'ymoqchiman. Да. Вообще молодец. Endi chap oyog'imizni cho'zib oldik. Mana. Endi boshladik. Sekin boshlaymiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12'sini ushlab olamiz. 10. Mana. Sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketdi. Bir ham qo'shib tur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İchkariga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chap tarafga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ushlab turamiz yana. Mana bu qochib tur ko'rinadi. Qochib tur. Yaxshilab ko'tardik. Endi chap tarafga qilamiz. Mana oyog'imizni chap tarafga, tanamizni mana shundoq. Demak, ketdi. O'ng qo'limiz bilan 1, 2, 3, 4, sekin qilamiz. 5, 6, 7, 8. Endi popani ko'taramiz, qo'yamiz. Mana qo'ydik oyog'imizni. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo'r. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Zo'r. Endi to'pani ko'tardik, qo'ydik. Endi ikkita qo'limiz bilan cho'zilamiz. Cho'zilamiz yaxshilab. Endi qochib turmadi. Qo'limizni yaxshilab cho'zamiz, engashishga cho'zilish harakat qilamiz. Zo'r, ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi chap tarafga ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo'r. Judayam yaxshi, judayam zo'r. Xo'p. Endi o'tirib olamiz. Qo'yib oldik. Endi o'tib, mana 3 safardan beri biza ketma-ketlikda sal sekin-sekin qiyinlashib boryapti. Endi xudo xolasa dushanba kuni bo'ladigan mashg'ulotni umuman o'tkazib yubormang, chunki bitta mana shu dushanba kuni bo'ladigan mashg'ulotni o'zida siz 500 kaloriya yo'qotasiz. 500 kaloriya shunaqangi mazza qilib shug'ullanamiz, balet elementlaridan foydalanamiz. Demak boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo'r. Qo'llarimizni yerga oldik, urdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepaga ko'tardik, 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 ko'tardik. To'yda musofir joyda. Da. Qo'yib oldik. Qo'llarimizni oxirigacha olib bordik. O'ng qo'limizni tirib 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noto'g'ri qo'ysan, Maryamxon. 7, 8. Maryamxon orqamda qilgan. Молодец, Maryamxon, давай. Qo'limizni mana yelkamizni напрямой bo'lish kerak. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketdi. Endi oyoqlarimizni ochib turib oldik. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi ketdi. 1, o'ng tarafga 2, 3, 4,
8. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8. O'tirib olding. Chap qo'limizni qo'ydik. O'ng qo'limiz bilan oxirigacha cho'zilamiz. Yaxshilab. Qo'limiz iloji bo'lsa yerga tegsin. O'ng qo'limizni qo'ydik. Mama, это ты гимнастика? Да? Да. Voy jonim mana. Jonim. Hop, endi qo'limizni oyog'imizni cho'zib olamiz. O'ng oyog'imizni cho'zdik, ustidan chap oyog'imizni o'ng tirsagimiz bilan chap tizzamizga qo'yib, chap tarafni yaxshilab qo'yamiz. Chap oyog'imizni cho'zdik, o'ng oyog'imizni chap tirsagimiz bilan o'ng tizzamizga qo'yib, o'ng tarafga cho'zilamiz. Va shu bilan bugungi rastyashka va kardio mashg'ulotlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi mashg'ulotlarimizni mana Maryamxonga ham rahmat. Men lekin terlab pishdim. Sanami Maryamxon? Isin? Bugungi mashg'ulot yoqdimi? Qaysi joylarida qiyinchiliklar bo'ldi? Qaysi joylarda qiyinchiliklar bo'ldi va qaysi mashg'ulotlar bilan ko'proq shug'ullanish xohlaysiz? Keyingi safar uje biz balet elementlari bilan shug'ullanamiz. Men qisqacha tushuntirib beraman. Qarang, keyingi mashg'ulotlarimizda demak, mana bu mashqlarni qilamiz. Voy, shunaqangi mazza qilamiz. Вот посмотрите. Shunaqangi mazza bo'ladi. Voy, kursiz xudo xolasa. Men endi zo'r qilaman demayman, lekin mendan ham zo'r qilib ketadigan bo'lasiz. Demak, yarmidan kira oldim. Nimaga yarmidan kirasiz? Boshidan kiring. Вообще super, yoqqanidan xursandman. Shamollaganman, shundan ham bajara oldim. Alhamdulillah, zo'r Sevarapa. Zo'r, mazza. Qaysi mashg'ulotlar sizga ko'proq yoqdi? Qaysi joylarda qiynaldingiz va keyingi mashg'ulotlarimizda ko'proq qaysi mashqlar bilan shug'ullanishni xohlardingiz? Zo'r, mazza qildim. Yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Agar kim kirmayotgan bo'lsa, zo'r narsani o'tkazib yuborsizlar. Hech ham erinmayman. Mazza qilib mana mishsalarimizga nima sababdan men bu oyoqlarimiz bilan shug'ullandik. Oyoqlarimizning даже mishsalari bilan siz mana biz uy tozalaganimizda yoki supurganimizda har kuni bir xil mashqlarni qilamiz. Lekin biz hech qachon jinsiy mushaklar bilan ishlamaymiz, to'g'rimi? Hozir jinsiy mushaklarimiz bilan ishlayapmiz. Kimda peshob ushlab tura olmaslik muammolari bo'ladigan bo'lsa, o'sha ham mana shu mushaklarni bo'shashganidan kelib chiqadi-da. Demak, biz har bitta mushaklarimiz bilan o'sha musculus sternocleidomastoideus har bitta yuzlarimiz mushkalari bilan, bo'yindagi mushaklar bilan demak, qo'llarimiz, muammoli joylarimiz bilan, qornilarimiz bilan shug'ullanamiz. E'tibor bermaysiz. Massaj olyapman. O'zim ham ozishni boshlaganman. Ham dieta qilyapman, ham fiznagruskalar, ham qadamlar, hammasini qilyapman. Shu sababdan обязательно jismoniy mashqlarni ham qiladigan bo'lsak, tarren, qomatli bo'lib ozib olamiz. Я пейте мою маму и Настю пишите. Пойди. Не Хоп. обижайте мою только маму. Mazza qildim. Ovqat yegandan keyin qancha vaqtda bajarish kerak? Hech bo'lmasa yarim soat o'tish kerak. To'q qoringa mumkin emas, chunki oshqozonda ovqat mahsulot bo'lsa, jismoniy mashq qilganingiz yana ham kengayib ketadi. Oyoq panjasi qiyin bo'ldi. Молодец, Barnopa, вы super. Oyoqlarim tomirlari ozgina tortishib qoldi. Magnin ichin, magnitaurat, agar qabziyat bo'ladigan bo'lsa, magnit sitrat 400 taligini ikkitadan bir mahal ichin. Молодец. Hop. Maqsuda men matka qisqartiradigan mashqlar qilaylik. Yo'q, endi matka qisqartiradigan mashqlarni bittacha gormonlar ko'proq matkani qisqartiradi. Ya'ni oksitotsin degan gormonlarimiz bor. Bu ham o'zi baxt gormoni hisoblanadi va bu gormon matkani qisqartirishga yaxshi yordam beradi. Matkani jismoniy mashqlar bilan qisqartirib yuborishi ham iloji yo'q. Lekin jismoniy mashqlar bilan nisbatan foyda bo'lishi mumkin. Maryamxonga ham rahmat deb yozishibdi mana. Maryamxon hop, oyoq qorin boksi bilan ishlaylik. Hop, qorin ketkizishga kuchliroq urug'ini beraylik. Sizga rahmat.
Aha. Urug'ini beraylik, Barnopa, mani qornim 126, insulin rezistentligi aniq bor. Xo'p bo'ladi. Keyingi safar qorin bilan ishlaymiz. Qoringa ko'p ishlaylik. Keyingi safar o'tkazib yubormaylik. Ter bo'lib oqib tushamiz, xudo xolasa. Zo'r, hammasi zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Mazza qildik. Trenerlardan ham zo'r qilyapsiz, rahmat. Yelka bilan ishlash mashqi yoqdi. Oyoqlarim rosa og'ridi. Og'ruvli bo'ladi, o'tib ketadi. Xo'p, ovqatdan keyin qancha vaqt bajarish kerak savolga javob berdim. Oyoq varikoz ta'siri yo'qmi? Ta'sirichi o'z varikozlar asosan qon quyuqligidan ham chiqadi. Endi juda ham vazningiz katta bo'lsa, oyog'iga nagruzka tushishi mumkin, lekin jam mashqlar varikozni chiqazib yuboradigan darajada emas. Biodra va qoringa ko'proq mashq qilaylik. Xo'p, men ko'kragim katta, sal pildan qolmaydimi, qoldim. Nima sal pildab yo'q, unaqa bo'lmaydi. Qorin masaj, xo'p. Zo'r bo'ldi. Saqlab turishim, oyoq zo'r bo'ldi. Yomon terladim. Juda ham yaxshi. Maryamxonga qiziqtirib, qizim ham qildi. Maryamxon qarab, rahmat deyapti. Rahmat hammaga. Maryamxon asalim, sizga katta rahmat. Bizga motivatsiya berdingiz. Zo'r. Rahmat sizga. Rahmat ishtirokinglar uchun. Demak, xudo xolasa inninga yakshanba kuni jonli efirimiz bo'ladi. Jonli efirimizda jonli rastyashka bo'lmaydi, jonli efir bo'ladi. Hamma savollaringizga inninga mana kurs doirasida hamma savollaringizga o'zi shundoq ham chatda javob beryapmiz, men va meni shogirdlarim. Undan tashqari yana kurs doirasida razbor o'sha holatingizda muammolar bo'ladigan bo'lsa yoki o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa yoki savollaringiz primoy menga bo'ladigan bo'lsa tayyorlab qo'ying. Xudo xolasa yakshanba kuni hamma savollaringizga javob beraman. Ishtirok etganingiz uchun yana bir bor kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Ana endi kontrast tushlarni qabul qilamiz va voqliroq uxlashga harakat qilamiz. Hammaga kattakon rahmat. Yaxshi dam olinglar. Rahmat.